Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. YouTube'imiz ishqibozlari biznes boshlayman degan aka ukalarimiz, xudo xolasa Gazavlog stanok bizneslarimiz. Hozir andijonlik akalarimizga, xo'p, oldin stanok olgan akalarimiz 10 lik shablon olgan, universalni shablon olgan akalarimizga hozir 24 lik, 12 lik g'ishkamiz zakaz tushayotgani uchun mana bunaqangi 12 razmerdagi shablonlarni olib ketyapmiz, xudo xolasa. Ikkita akamizga ikkita shablon. Ko'pchilik 24 qilib uraman degan joylarga xudo xolasa mana shu 12 razmerimiz. Bu yonni aralasa 10 bo'ladi, bu yon 12 bo'ladi, bu yonni aralasa 24 bo'ladi. Xudo xolasa mana shunaqangi xizmatlar ham, yana qanaqangi shablonlar, hop, ko'pchilikda nostandart razmerdagi g'ishlar so'raydiganlar bo'ladi. Shunaqalarga xudo xolasa shablonlarni ham yasab yetkazib olib beramiz. Va mana bunaqangi prisniy g'ishlarimiz. Prisniy g'ishlarimizda razmerlari ham har xil razmer, xohlagan razmerlarga qo'yishni imkoniyati bor. Xudo xolasa bu razmerlarimiz ham nostandart razmerlardan bo'ldi. O'zi asosan 09, 12,5, 25 razmerda ishlab chiqadigan bo'ladi. 2 dona, hozir bu bitta dona g'ish chiqadigan nostandart razmerdagi pres g'ish qolipimiz bo'ldi, xudo xolasa. Shunaqangi xizmatlar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa sifatli, yaxshi qilib olib borib, o'rnatib, ustanovkaga berish harakatini qilamiz. Gazavlog borasida, penavlog borasida qanaqangi avtomat liniya, polavtomat liniya, ruchnoy variant, eng minilashtirilgan 6 tali qolip variantlarni ham xudo xolasa olib borib ustanovka qilib harakat qilib o'rnatib beramiz.